Doktor qaysi holatlarda faqatgina miomani o'zini, qaysi holatlarda ham miomani, ham bachadonni olib tashlash kerak? Juda ham qiziqarli savol. Odatda bepushtlik masalasi va mioma muammosi bilan kelgan bemorlarga bizlar amaliyotlarni taklif qilamiz. Agar bachadonni endometriy qafasiga o'sib kirgan miomalar bo'ladigan bo'lsa, albatta bunaqa holatlarda amaliyot qilib, maksimal holda endometriy qavatini butunligini buzmagan holatda miomalarni olib tashlashni tavsiya beramiz. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladi, masalan, uzoq yillik bepushtlik, masalan, 20-25 yildan beri bolasi bo'lmayapti va miomalar o'sib ketgan. Bunaqa holatlarda biz o'sha oddiy MRT qilganimizda bachadonni sog'lom qismi saqlanib qolganligiga e'tibor berishimiz kerak, chunki ba'zan shunaqa holatlar bo'ladiki, bachadonni sog'lom qismi umuman qolmagan bo'ladi, faqat endometriy qavati va hamma joyi mioma bilan o'ralgan bo'ladi. Bunaqa holatlarda albatta faqatgina bachadonni olib tashlashimiz mumkin hisoblanadi, chunki bunaqa holatlarda miomani olib tashlagandan keyin bachadonni sog'lom qismi umuman qolmaydi. Afsuski shunaqa holatlar ham uchrab turibdi hozirgi kunda.